Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men bu sin videosida Qur'on Karimning birinchi surasi bo'lgan Ummul Qur'on, Qur'onning onasi deb atalgan, ya'ni Qur'on Karimdagi butun oyat va suralarningki ma'nisi va ruhi mujassamlashgan. Har bir rakat namozimizda o'qimasak bo'lmaydigan, ya'ni o'qish vojib bo'lgan sura Suratul Fatiha. Fatiha surasi. Va yoki zag'ir tilimizda Alhamdu surasi. Alhamdu surasi mushu suraninki to'g'ri o'lchamli o'qilishi ham uning ichidagi ba'zi tajvid qoidalarini nihoyat qisqa ixchamli qilib so'zlab o'tmoqchiman. Qanday ixtimlar ekranda bo'lsin. Birinchi oyat Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu oyatda ra harfi ra. Yani Bismillahirra mushu harfni arabcha tafxim deb o'qiymiz, tom o'qiymiz. Cho'ng chiqarib ra deb. Ya'ni ra demaymiz. Bismillahirroh. Rah emas. Bismillahirrohmanirrohim. Endi Alloh degan so'z Bismillah ki Alloh demiş, Bismillah demaymiz deganda Alloh degan so'zning o'qilishida agar Alloh degan so'zning oldidagi harf zabar yoki pesh bo'lsa Alloh o'qiladi. Masalan, huvalloh, talloh deganga o'xshash. Agar Alloh degan so'zning oldida bir kasra zir kelgan bo'lsa, masalan, bismi mi miyada zir. Bunda holatda buni Alloh demay Bismillah deb o'qiymiz. Bismillah deb. Bismillahir hir mayda ro harfini tafxim o'qidik ro deb. Ma harfi bu yerda mad alif sag'ir deymiz. Alif sag'ir deganimiz azroq ko'tarib o'qiymiz. Ya'ni bak maddi vojibdek uzun so'z o'tmaymiz. Bismillahirrahman deb o'qisak bo'ladi. Rahmanir. Endi buni ma deb o'qitmaymiz. Arabchada uni o'qiganda ma deb og'zimizni normal ochsak bo'ladi. Bak yo'g'on ichib ma deb o'qimaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Bu yerda tafxim ya'ni tom qilin o'qiymiz demakchi. Qaytib bir o'qiylik. Bismillahirrahmanirrahim. Eng oxirsidagi rahimdagi ya harfi bo'lsa shu. Bu endi maddi joiz. Bu joiz degani ikki harf miqdorida o'qisak ham bo'ladi, 4 harf bo'ladi, 6 harf miqdorida o'qisak ham bo'ladi. Masalan, rahim 2 harf miqdorda, rahim 4 harf miqdorda, rahim taxminan 5-6 harf miqdorda. Bu maddi joizninki o'qilishi shunday. Qayta bir o'qiylik. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ayet. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bu ayetteki birinci kelime. Ha. Elhamdu. Bu harfni ba'zi qarindoshimiz ha o'qib qo'ygan ishtiba uyg'urchaga ha alhamdu deb. Buni yengil lahn ya'ni lahn xafif arabchada tajvid qoidasida yengil deb qaraldi. Bu agar o'zgartish imkoniyati bo'lsa o'zgartib to'g'ri o'qishga tirishish kerak. Agar faqat endi yesh cho'ngib qo'yib o'qiyolmagan bo'lib qolsa endi ayni o'qiyversin Alloh o'z kechirgisi. Alhamdu yani elhamdu ha harfi. Buni elhamdu emas, elhamdu. Lillahi. Lillah
boyagiga o'xshash bismillah deganga o'xshash lilla Alloh degan so'zning oldidagi lam harfi kichik zir o'g'il uchun lillah deb o'qiymiz. Alhamdulillah lilloh emas. Alhamdulillahi robbil ro bu tafxim qilin tum o'qish degan gap. Robbil alamin robbil a bu yerdagi alif sag'ir kichik alif ne azroq ko'tarib o'qisak bo'ladi. Ikki harf miqdorda ko'tarib o'qisak bo'ldi. Alamin bu yerdagi min harfimi o'xshashlam e, maddi joiz, ya'ni 2, 4, 6 harf miqdori suzish bo'ladi. Alamin yoki alamin degan o'xshash. Qaytib bir o'qiylik. Alhamdulillahi robbil alamin. 3. oyat. Ar-Rahmanir-Rahim. Bu yerdagi romu tafxim, ya'ni qilin tum o'qiymiz. Ar-Roh deb. Ar-Ra emas. Ar-Roh. Ar-Rahma alif sag'ira, ya'ni kichik alif. Buning uchun ma deb o'qisak bo'ladi. Bak ma deb aytmaymiz. Uyg'urchaga o'xshash ma deb og'zimizni normal ichib a deb o'qisak bo'ladi. Ar-Rahmanir Rahim. Bu yerga ramuchu qilin o'qildigan, tum o'qildigan ra. Ar-Rahmanir Rahim. 4. oyatda Maliki yawmiddin. Maliki. Maliki. Bu yerda ma deb o'qiymiz, ma deb aytmaymiz. Bu ma deb o'qismi bak xatolikni demaymiz, ammo bu yengil savallik deb atildi. Bak ilaqi o'lchamlik bo'lmaydi harf bo'lmasa. Buni ma deb normal og'zimiz ochsak bo'ladi. Maliki yawmiddin. Bu yerdagi din degan o'xshashlam madda jaiz, ya'ni 2, 4, 6 harf miqdori suzish bo'ladi. Qayta qo'yaylik. Maliki yawmiddin. 5. oyat. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani iyyâke. Bunu mu? Ka deb o'qiymiz. İyyâke. Na'budu ayn. Bu yerda ayn harfini ba'zi qarindoshlar chiqarish burun o'rganmagan bo'lsa, sal qiyin bo'lishi mumkin. Na'buduni na'budu deb o'qiydigan bor. Bu to'g'ri emas. Agar o'zgartirish imkoniyati bo'lsa, buni na'budu deb o'rganish kerak. Na'budu. Na ayn harfi bu bizningki shu galning eng ostidagi o'rnidan chiqadi. Na'budu deb. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Nesta'in. Qaytib bir o'qiylik. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Keyingi oyat. İhdinas sıratal mustaqim. Yani ihdina bu yerdagi ha harfi bu endi bizning Uyg'urchadagi ha o'xshash. Yani deb o'qiymiz, buni deb olsak bo'lmaydi. Bunda xatolik uchrab qoldi ba'zi qarindoshlar. Ihdinas deb mana he o'qib qo'yilgan yoki he o'qib qo'ygan, ha o'qib qo'yilgan ishlar bor. Bunda qilaylik. Ihdinas Uyg'urchadagi haga o'xshash. Ihdinas siratal. Soy masod harfi buni kasra o'qiganda bak tom o'qilinmaydi. Soy deb o'qisak bo'ladi. Soy. Si emas. Sirat deb o'qisak bo'lmaydi. Siratal ro. Ro bu tafxim tom o'qiymiz. Ya'ni o deb o'qiymiz. Sira emas. Sira.
ihdinas siratal. Ta bizni cho'ng ta deb qo'ydi uyg'urchada. To harfi. Chunki yana bir ta harfi bor arabchada, ta o'qildigan. Ma'ni to, mustaqim degan ta harfi ma bu endi to. Shunga buni sirotol deb o'qiymiz. Mustaqim. Qayta o'qiylik. Ihdinas sirotol mustaqim. Bu yerdagi yam o'xshashlar maddi joiz 2, 4, 6 tartibda so'zsaq bo'ladi. Keyingi oyat bo'lsa, eng oxirgi 7-chi oyat. Siratal-ladzina an'amta alayhim. Bu yerda to'xtasam to'xtamasam bo'ladi. Agar baytini yetmagan bo'lsa to'xtasin bo'ladi. Bo'lmasa, shu butun bir oyatni to'liq o'qisak yaxshi. Siratal-ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Siratal-dagi ravi o'xshashlik tafxim, ya'ni qilin o'qish, tom o'qish degan gap. Andan ra harfining oqidan bir alif sag'ir, kichik alif bor. Bu kichik alifni ko'tarib o'qiymiz-da, so'zib, ikki harf maqdar so'zsaq bo'ladi. Bak so'zlasak bo'lmaydi. Sira deb o'qisak bo'ladi. Siratal-ladzina. Ana bu zal harfi bizning uyg'urchada yo'q. Shunga lazin deb o'qilg'ashli ko'proq bizning uyg'urchada. Shunga buni da qilsak bo'ladi. Lazin deb bu zal harfini tishimizning orasidan tilimizni tishab chiqaramiz. Ya'ni da deb, agar ingliz o'rgangan bo'lsa, inglizchadagi zal deb bir harf bor, z deb. Shunga o'xshaydi. Ya'ni lazina deb tilimizni tishlab turib, shu tishlan tilning orlig'idan chiqargan harf bu. Lazina. Ya'ni siratal lazina an'amta. Bu yerdagi an'amta degan bu oyatdagi an, bu yerda izhor deb ataladi. Izhor degani uch o'qish. Yani bu yerda ixfa qildim deb an deb o'qimasak bo'lmaydi. Bunday qilsak bo'ladi. An'amta deb nun harfini uchuq o'qiymiz. To'q o'qiymiz. An'amta alayhim. Ah. Bu yerdagi ayn harfi. Aynni ah deb o'qiymiz. Alayhim deb. Oldidagi an'amtani birinchisi alifni a o'qiymiz. A. Uyg'urcha alif a deb o'xshaydi, ammo a deb o'qimaymiz, a o'qiymiz. An'amta. Keyingisi ayn. An'amta alayhim. Ah, bu ayn harfi. Alayhim g'ayril. Bu g'ayn harfini g'a deb o'qisak cho'ng xato emas, ammo g'a deb o'qiydi arabchada. G'ayril. Fatha o'qiganda g'ayril deb buni o'qiymiz. G'a. Endi bu yerdagi ya harfi ikkisini qo'shib buni yumshoq tovush o'qiymiz. G'ay deb. G'ayril. Bu yerda ra bir tarqi o'qildi, ya'ni tarqi inchik o'qildi. Beshdagi ra o'xshash tum o'qilmaydi bu yerdagi ra. G'ayril maghdubi. G'ayn harfi. Maghdubi alayhim. Ammo shu yerda g'ayril degan mushni ba'zi qilmasa g'ayrul deb o'qilishim bor ekan. Da qilsa bo'ldi. Bu g'ayrul emas, g'ayril. Ri harfi, ru emas. G'ayril maghdubi alayhim. Ayn. Alayhim waladdallin. Bu yerdagi dot harfini doh deb o'qiymiz. Endi biz Uyg'urchada valazzo deb o'qiyashdim ba. Bu Paris, Eron talabasidan o'qiydi ekan, endi buni talaffuz demisida. Buni o'lcham o'qishi doh deb azroq zoninki shabsim chiqdi bunda o'qiganda, endi dodek chiqdi. Ba'zi anglaganda dot o'qigandek, da o'qigandek chiqib qoladi. Shunga ammo o'qigan vaqtimizda tilimizni og'zini to'shqizib turib,
tilimizning ikki yonidan chiqaramiz. Do, do deb azroq zani chiqqandek anglanadi, lekin u chiqmas. Valaddallin deb. Ham bu yerdagi valaddodagi ma dotning oqidagi alif buni maddil vojib ataymiz. Ya'ni vojib, cho'qim so'zish vojib bo'lgan madd. So'zma o'qib qo'ysak bo'lmaydi demakchi. Buni 4, 5, 6 harf, 5, 6 harf bilan so'zsak bo'ladi. Ya'ni valaddallin deb. Endi bir xatolik, doim uchragan bir xatolik masalan, mushuni o'qiganda valaddolinni valaddo deb o'qib qo'ygan ekan. Bunimi da qilsak bo'ladi. Buni a qo'yamiz, valaddo debchu. Dollin deb. Lam mayli shadda, yani tashdid bo'lganligi uchun ya'ni dol deb to'xtab o'tib, anda lin deymiz. Oxidagi lin ma valaddol linmi shu o'xshashlam maddi joiz 2, 4, 6 harf bilan so'zsak bo'ladi. Ammo oldidagini maddi vojib, buni cho'qim 5, 6 harf miqdorda so'zish kerak. Eng oxirdagi oyatni bir o'qitaylimsa, asta bir o'qiy. Siratal-ladzina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Xo'sh. Undaqda men bütün surni başdan oyoq bir qatim bir o'qib o'taymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatiha o'qib bo'lgandan keyin amin deymiz. Ya'ni ey Rabbim duoyimni ijobat qilgin degan gap ma'nosi. Chunki bu suratul Fatihaning oxiridagi oyatlar duo. Buni duolarimizda o'qisak Alloh taolo ijobat qilsin inshaalloh. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.